أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ولا يجوز بيع النخل إلا مع الكوارات هسل أرسني يلغس سرمايدو فقطلام كونك يولانمدو aş uğusu könükke şunun olan ve şunun da ma'lum miqdorda hasal bo'lsa shuni tava qilib sotqili bo'ldi. Bu bay'al g'ararning turlarining birisi. Bu İmam Abu Hanifa ve İmam Abu Yusuf rahmetullahi alayhining qarashi, Shayxonning qarashi. Ve qala Muhammedun rahimahullah yejuzu iza kana majmu'an bir ay yig'ib qo'ygan, bir ay saqlab qo'ygan, bir qutiga saqlab qo'ygan masalan, shishinasiga qo'ygan, unda holatda topshirib beradigan holatda bo'lsa, qaytlanıqlı bo'lgan bo'lsa, joiz bo'ldi. Ya'ni foydalanıqlı bo'lgan bo'lsa degan gap shariat sizib bergan doirada foydalanadigan bo'lsa, asosli bo'ldi. Nima uchun? Li'annahu hayvonun muntafa'un bihi. Chunki bundan foydalanay desa, halol foydalanıqlı bo'lgan jonivor. Asharat. Mesela hasillarni ishlab chiqara oladi-ku. Maqdurut taslim bu bir yig'ib qo'ygan ekan, shishaning ichiga yo bir qutining ichiga yig'ib qo'ysa, buni topshirib beradi. Fa yajuzu ka ghayrihi min al-hayvanat. Lakin uningdan boshqa chorvalar, hayvonotlarni satsa durust bo'lgandek, bu durust bo'ldi. Mesela qo'yni yolg'iz holatda satsak bo'ldi-ku. Mesela arasimi yolg'iz holatda satsak bo'ldi. Topshirib beradigan bo'lsa. Lekin uchib yurgan erdim bizni mana satda desak, keyin topshirib beraysak, topshirib bermaymiz, bu bo'lmaydi. Lekin tutib olgan, bir narsaga solab qo'ygan asallar bo'lsa, mana da topshirib bersak bo'ldi. Chataqi. Bu asallarni halol doirada foydalanishi aniq. Asal ishlab chiqarish mumkin yoki chaqtirib davolaydigan, zahardan foydalanadigan ish bo'lishi mumkin. Yo'q. Shayxonning qarshida bu bir tarafdan topshirib buning asosini bayon qildi kitobda. Topshirib berilmaydigan, yana bir tarafdan yolg'iz holatda bunday foydalanilmaydigan narsalar. Bunning qarshi. Hani İmam Muhammad boshqa har turli chorvalarga qiyos qilib joiz bo'ladi satsa dedi. Mushu kagayrihi min al-hayvanat degani dalillar. Qiyosdan dalil. ولهما للشيخين شيخان دليل أنه لا ينتفع بعينه bunun özüden faydalanılmaydigan haşerat. Özü bolsa, şişigi solab qo'ysak, uni özünün bir foydalanishi yo'q. Faqat bu ishlab chiqarilgan, bundaki ishlab chiqarilgan asaldan foydalanamiz demoqchi. Wala bi juz'in min ajzahi. Bunun bir parçasini qanatidan yo'q foydalanilib bo'lmaydi. Balki bundan keyin ishlab chiqarilgan asaldan foydalanadi. فلا يجوز كالزنابير خد سرق harliga o'xshash ayrim setish joiz bo'lmaydi. Zanabir desa sirqara yoqiliqa qapqara chaqadigan harli bor-ku. O'sha harlar desak, bunda asal ishlab chiqara olmaydi. Buni satsa bo'lmaydi dedi mushu. Muhammad mushunda. Yani ashabına hammasi setishi bo'lmaydi. Nima uchun? Shularning davrida bu nasldan shariat yo'l qo'ygan doirada foydalanish mumkin emasdi. Endi hozir ba'zilar deyish mumkin, hozir buningda biz tadqiqot qilib berib, masada foydalana olamiz. Halol doirada desa, bu chaqda uli tayangan asos yiqilgan bo'ldi. Bu ayrim masala. Lekin hozir bular ittifoq, zanabirda ittifoq. Zanabir masalan chayon, ashunga o'xshash ketman qo'ng'izi deymiz. Her türlü kaçtan qo'ng'iz, hasharatni satsa bo'lmaydi. Ijlanni satsa bo'lmaydi. Undan keyin ashunga qiyos qildi. Ikki shayxninki dalili ittifoq kelgan o'ringa qiyos qilishdi bor. Boshqa asar ishlab chiqarmaydigan har yilni satsa durust bo'lmaydi degandingiz, mushunga o'xshash demoqchi.
Şu anda Hanafi mazhabınınki imamlar burun tayanığını paylanış degan bir nimani asas qilgan. Paylanığı bulanı bo'lmaydi desa, bu chaqda seçki bo'lmaydi. Paylanığı bo'ldi, lekin halalmi, harammi? Qanday paydalanish? Halal paydalanish joiz durust bo'ldi deydi. Şu icranı davam iştahariski halal paylanığı bo'ldi deb bir tushsa, sadqa bo'ldi degan gap chiqdi. قال ولا اعتبار بما يتولد منه من العسل لأنه معدوم. Bundan keyin o hasal harisi ishlab chiqardigan hasalni hisob qilmaymiz. Yani manda bir paydalanish bor demaymiz. Nima uchun desa, bu hozir so'l qilgan chog'da yo'q bu. Amma idza ba'aha ma'al kuwarat, amma shu ko'nak bilan bilisasa va fiha asalun, va shu ko'nakda biroz hasal bo'lsa, yejuzu taban. Aşı hasalga tava bo'lib, ya ko'nak tava bo'lib, shu qo'shimchisi qatorida joiz bo'lib ketadi. Şeyhayman. Yani şu kuvarat, şu künek, mesela laydın yasamdo, ya sulyodun yasamdo, nemeden yazsa bu şunun üyemde. Erinin üydek, o bir mal, paydalanıp olduğun mal. Anda onun içindeki hasal, o mu mal. Yani bu işi ikisini soğudlaştı desek, hasallarınızı, şunun içindeki hasallarınızı olsa, şunu tevalıp hesaplayıp ediyordu. Peki yalnız satsan bulmaydı. أما إذا باعها مع الكوارات وفيها عسل يجوز طبعا. Eğer aşo nemada hasal bulması yani bulmaydı dişim. وفيها عسل diye bir kayıt koydu. هكذا علله الكرخي في جامعه. İmam Kerhi, Abul Hasan el-Kerhi, bu İmam Muhammed bin Hasan Şeybani'ninki El-Cami' el-Sagir, El-Cami' el-Kebir'ini şerhligen. Bu şu Cami' el-Kebir'ninki şerhide mühimde tahlil kılıp elletinin aşında köz tuttu. Biz Kerhi'ninki tercümanını bayan kılgan ama burun. Abul Hasan el-Kerhi, Ubeydullah ibn Hüseyin el-Baghdadi, Mufti el-Iraq. Öz vaktideki Hanefi ulemanınki şeyhi Baghdad'daki. Muhtasar kitabı var. Şerh-i Cami' Sagir, Şerh-i Cami' Kebir. Onunkin yani bir mezhep imamları asas kıldığı usullarda bir risalını koyuyor. Usul-i Kerhi'de meşhur. 140 yılı vefat olgan. İmam Kerhi muşunda tahlil qildi Şeyhayninki dalilini. Tahlil qilgandan sonra inkara dalik. Ondan keyin u o'zi qilgan tahlilni to'g'ri topmabdi, vaqt qo'ymay. Nima va qala innama yadkhulu fil bay' bi tariqi tab'in ma huwa min huquq al-mabi'i wa atba'i. Bu tava bo'lib, shu savdoga kiritidigan narsa desak, bu satilgan tovarninki qo'shimcha tava bir narsalar bo'lib qolsa, shu savdoga kiritdi. Ammo masalalari uning kirmasligi lozim deb o'zi qilgan tahlilni to'g'ri topmadi. Yani Şeyh'ninki tushunchasi bo'yicha tahlil qilib qo'yib, lekin bunday desak, aslida bu to'g'ri chiqmasligi lozim. Mesela qulub satsak, ochiqsa uni tavallab kirdi-ku. Ma'qul. Lekin o ko'nak satsa, asallarisi cho'qim uni tavallab kirish kerak emas dedi. والنحل ليس من حقوق العسل وأتباعه. Mana asallarisi degan bu asalga tavana emas. Asalni balki asallarisi tavadisi biroz tushib qolar, lekin ma'u ta'ti bo'lib qoldi demakchi. Va javobuhu ana shu Imom Karxininki to'g'ri topmagan gapiga qarata Shayxonning mavqasida turib javob bersak, bunda deymiz. إن الكوارات لما لم يكن لها فائدة بدون النحل جعل النحل من جملة حقوقها تجوزا. أصل bu tava emas. Lekin asallarisi bo'lmasa, bu ko'nakning qilchi ahamiyati bo'lmag'achqa, shuna asallarisi shuni tava bir narsadek hisoblab turdi. Tava narsa bo'lmasa, shuni o'rnida qarab turdi. Tajovuzan. ألا ترى أنه لا يجوز بيع الشرب مقصودا. Qaramamsan dedi. Ayrim holatda bir kun suv ichishni shartga, sug'urishni shartga deb bir o'standan masalan. Shunda haqni seçki bo'lmaydi, yolg'iz. Lekin bir zimin bo'lsa, bir ziminni so'rlashdik. Falan yerda masalan 5 mo zimin bor ekan, bu 5 mo ziminni so'rlashdik va buni setib olgan vaqtimizda shu ziminninki
her haftada bir gün sug'urish haqqi, her payshanba kunda su boshlab haqqi deydigan su ichish haqqi bo'lib qolsa, shu haqqini bir aqlam setib olgan bo'lamiz. Tava bo'lib ketadi. Lima annahu lan tafa'a bil ardi bidun ash-shurb. Chunki azimin bu tirilizmin bo'lgan ekan, shu sug'urish ishi bo'lmasa, sug'urishdan foydalanmaydigan bo'lsa, bu zaminning faqatlan foydasi bo'lmaydi. Ya'ni terish ishlarda foydasi bo'lmaydi. Buni misollar ko'p deydi. Undan ekan, bu shasalar arasimi bo'lmasa, shu ko'nak bilan u ko'nakning qilish foydasi bo'lmaydi deb ashuni tava qildik deydi. Qala wala dudal qazz illa ma'al qazz. Yani pili qurtulab qolsa, ash qurutni jipak bilan birga qetib, g'o'zisidan emas, o'zi ishida bo'lgan shu bir miqdor jipak bilan birga sasi bo'ldi, yolg'iz qurutni sasi bo'lmaydi. Yani mushu soda hozir bo'lmaydi deyishi batil demakchi. Soda tutmaydi bundan. Nima uchunsa bu bir qurut, hasharat. Ammo shu jipak bilan bo'lib qolsa bo'ladi. Aslida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining nazarida faqat durust bo'lmaydi. İmam Abu Yusuf jipak bilan birga sasi bo'ldi degan. Chunki shu qurut jipakka tava, shuning orasidan shuni qit silkitgan narsa hisobida, lekin o'z oldiga ayrim bo'lmaydi demakchi. Masalan, o'zi situasiya foydalanib bo'lganmi, masalan, o'zining ko'niga va asalaridan bilan qolgan bo'lsa, istiqbolda e'lon bo'lsa, foydalanib bo'lgan situasiyasida İmam Muhammadning qarashi bo'yicha durust deymiz. Ama şu İmam Muhammed'in karışı başka üç imamın karışı mavi pil kurtu setiş meselesinde. Yani yalnız aş kurutun özüne sası buldu mesela 100 tal kurut onun sası buldu değil. Şeyh'in karışı da aş jipek bilen birle arlaştırıp şu katada xuddi mesela paxtını satsak işte çigit olgandek birle satgandek bir eş deydi. Nima uchun bunun sası buldu? Yalnız sası buldu. Desa İmam Muhammed ve başka mezhebin imamı bular. Çünkü bunun paylanılı oldu. Jipek işletip çıkaralıydı bunun da. O paylanışına yaxşı paylanılı oldu. Cıqtıltaplı oldu deydi. Hanefi mezhebde muşu meselelerde İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin karşı boyunca fatva verildi. Yani muş karaş küçük gen. Fatva verip kilişte ulemalar muşun İmam Muhammed'in karşı boyunca fatva verdi. وقال محمد رحمه الله يجوز يعني yalnız sasımı soda doğru buludu. والعلة فيه ما مر من الطرفين في النحل. Bunundaki tahlil illetlerimize yukarıda eserlerimizde iki tarafının bayan kıyılan illetleri ötep buldu. Aynen şöyle. Yani paylanğıl buldu. Makdur-ı teslim paylanğıl olmaydı deyin. Minet tarafeyn yani bir tarafta şeyheyn bir tarafta İmam Muhammed var. وقال انما تخمه münasebetlik meselede sahiben dedi yecuz baya beydihi ve selamu fihi ay pili qurtininki tuxumini ayrim sası buldu. O belki şu kichidek vaq nasıl buldu şu tuxumi aşında naslini sası buldu ve onu da selam sodisi kesin buldu. Yani nah tapşırıp birdiğen sodisi buldu. Bununki 100 tal pili qurtining tuxumini tapşırıp birimiz manchinslarda da pul asın buldu deydi. Keylen, kemçeller. Yak sanab fi hinihi. Keylen fi hini şu tuxum kuyulğan vaqtida, mesela bahar vaqtida yoki üzme gazan chiqirib, kuyulğan vaqtida shunda tuxum kuydu desek, şu tuxum kuyulgan chaqda 1 gramını manch puldan tapşırıp birmada pul ası buldu, tapşırıp birishga deydi. لأنه بذر يتولد منه ما ينتفع به. Çünkü bu nimede ibaret? Paydalanılan naslın birisi payda olduğun bir urug'dan ibaret. Xuddi mesela gül terisak şunun gülünün urug'idagi narsa. Wa sara kabizril battih. Bu xuddi tavuzninki urug'idagi bo'ldi. Yani tavuzning urug'ini mesela adeten gazir chaqqandagida paydalansa bo'ldi, lekin normal paydalanmaydi desak, buni faqat bundan tavuz terib paydalangan narsa. Bu sahibenin karşı ama bu pili qurtun tuxumu münasebetlik. Lekin pili qurtun o'zida Şeyx'in bir tarafta İmam Muhammed bir tarafta bo'lgan. Manda Abu Yusuf rahmetullahi alayh İmam Muhammed'ning tarafiga o'tib ketdi. Ve qala Abu Hanifa rahimahullah la yecuz bay'uhu li'annahu la yuntafa'u bi'aynihi.
Bunun özünden hazır paydalanıp paylanğılı olmaydı. Şuna onu ayrım satqılı olmaydı dedi İmam Ebu Hanife. Ve kan Muhammedun rahimehullah yudammin men qatala dudal qazz binan ala cevaz bey'i. İmam Muhammed rahmetullahi bunu sasıb oldu paylanğan mal da qaragaçqa birisi başqa birisininki masalan fili qurtunun tuxumlari olib qalsa şunu vayron qilib o'tib qalsa yo'qdi desa tültüd ekan. Birisinin fili qurtu bayaki damını daryoga tashlab o'tibmas. To'ladi ekan. Shuning uchun boshqaning milni buzatdi. ولا يضمنه أبو حنيفة رحمه الله بناء على عدم جوازه. İmam Ebu Hanife'nin nazarında bu sasıb olmaydı, faydalanğılı olmaydigan narsa deb qaragaçqa bunu taşlatıb qalsa, yoki buzatsa boshqaning milni to'latmaydi ekan. Ama bu mesele, yani haşeratni setish meselesi, ölümali ittifoq bo'lgan bir o'rin bor. İcmaga yaqin bir narsa. Qaydalanğılı olmaydigan haşeratni setish joiz emas. Mesela bir haşerat var, paylanğılı olmaydı. Halal dairede paylanğılı olmaydı. Bunu satsa el-beya batıl. Nima uchun bir şart var? Setilgan tovar paylanğılı olduğan narsa bo'lishi lozim. Burunqi vaqtlarda ulamolar shunday misol berdi. Mush haşeratga. Sariqara, qarahara deymiz, chayon, ketman qo'ng'iz deymiz, turli qashunda yılan bir narsani misol berdi. Yani bir yerde ittifak olgan o'rin nimaga ittifak qildi? Qaydlanish bo'lsa satsa, qaydlanish bo'lmasa satmaysa degan bir asos var mıydı? Şu muhim. O mesela çayonni satsa bo'lmaydi dedi. Öz vaqtida paylanğılı bo'lmaydi. Lekin hozircha chayondan paylanğılı bo'ldi desa, halal dair paylanğılı bo'lanmas, bo'ldi desa, satsan bo'ldi. Bundan ki bir caiz emaslik qaydlanish bulamdı, bulmamdı deganlikka qarashlar. Paylanğılı bo'lmasa satsa bo'lmaydi. Paylanğılı bo'lsa satsa bo'ldi. Yani bir tarafdan qarasak, musha haşeratni setish, satmaslik caiz bulamdı, bulmamdı. Yani setishning caiz emasligida bir hadis kelmagan. Ama haşeratni satsan bo'ldi, bo'lmaydi degan bir kelmagan. Lekin ulamolarimiz shariatning umum ko'rsatmalaridan shunda tahlil qilib, manfaat bo'lsa, to'g'ri halol foydalanish bo'lsa, buni satsa bo'ldi, bo'lmaydi degan unda bir qoidani yakunlab chiqqan. Hanifi mazhab ulamolaridan İmam Alaeddin Haskafi o'z vaqtidagi Dimashqdagi Hanifi olimlarning kattasi 11-asrda yashagan. İmam Muhammad ibn Abidin kitabını sharhlab Haşiyat ibn Abidin de batırgan. Şu Durrul Muhtar aslı Alaeddin Haskafi'nin kitabı Durrul Muhtar. Bunu İmam İbn Abidin sharhlab Raddul Muhtar ala Durrul Muhtar degan. Şu kitabın muallifi bir qoida bekitgan, bir mazhab ulamolaridan. Bu haşeratni setish masalasida bir qoida yoki dabitni bizni bekitib, o'lchamni bekitib, haşeratni setishning joizligi qaydalanishga qarashlik el-javoz yaduru ma'a hill al-intifa deb dabit bekitgan. Lekin biz qanday haşerat bo'lib qolsa qaraymiz hozir. Halal dairda paylanğılı bulamdı, paylanğılı bo'ldi desa İmam Muhammedning o'zi bo'yicha tamam. Abu Hanifa'dan qarşıga paylanğılı bo'ldi desa satsan bo'ldi degan gap chiqadi. Chunki Abu Hanifa va Abu Yusuflar paylanğılı bo'lmaydi deb joiz bo'lmaydi degan ba'zi misollarga. Lekin hozir paylanğılı bo'ldi desa, bo'ldi deydi. Ularning paydalanish halol dairda bo'lsa, setish joiz degan natija chiqadi. Bunlarga mush paydalanish uchun paydalanish halol dairda bo'lishi lozim degan bir qaydni bekitmaymiz. Bo'lmasa da bu paylanğılı bo'lmasa, buni nima uchun sodlashib oladi ha? Birisi mani setib olmoqchi, ya buni setish durust emas. Nima uchun paylanğılı bo'lmaydi? Yo'q, men qanday qilib paydalanibdi? Shuni pul to'laydi unga. Lekin ash paydalanish, halol paydalanishmi, harom paydalanishmi? Balki o bir Xitoy buni setib olib harom paydalanishmi mumkin. Mesela çayını setib oldi, qanday qilmoqchi? Çayni zahar chiqarib, insonni zaharlaydigan dori yasmoqchi. Masalan, bu harom deymiz. Lekin davolaydiganga foydalanaman deb qolsa, satsan halol degan natija chiqadi.
Bundan başqa şu misallar varmı? Jiq narsalar shunga chetishlik. Doktorluk sohasida foydalanish mumkin. Har turli sohada foydalanish mumkin. Bundan ekan o'sha hasharotlarni ichki ahvolda setish harom. Birinchi foydasi bo'lmasa, ikkinchi harom foydalanadigan bo'lsa. Buni bilan ham bizning hozirgi sharoitda hasharotni setish masalasi hal bo'lib ketgan bo'ldi. Shu foydalanish shartidan to'g'ri foydalanish sharti foydalanish mashhurlar xabar yo'q. Bu foydalanishga dalili Nususni tahlil qilish orqali isbotlangan. Vallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'a masalan. Zimindagi narsani sizga yaratdi desa, shu foydalansang, foydalaning degan gap shu. Sasi bo'ldi degan gap chiqadi. Ulamolar shu oyat hadislardan shariat ahkomlarini tahlil qilib istiqro qilish jarayonida undan shunda yakunlab chiqadi. قال والبيع إلى النيروز وصوم النصارى وفطر اليهود إذا جهل ذلك فاسد. Bu sözülde pulunu tapşırış vakti namalum. İnanmaz. Kaçan tapşırdı bilmegen ahvallar. Mesela Novruz'da pulusunu veray deb so'zlashdi. Pulusunu Novruz'da veray. Hristiyanlar ro'za tutgan chaqda veray. Yahudilar ig'za chiqqan chaqda veray. Dedi, hamda şu vaqtlar ikki tarafga aniq bo'lmagan ahvolda bu savdo fasid bo'lib ketadi. Agar buni aniq vaqt bo'lsa, mesela Novruzda 21-yillarda 21-yillar desa, bo'ldi. 21-yillarda topshirib olganmi pullarda sasi bo'ldi. Lekin bu aniq bo'lmay, hukumat kim bekitilgan yoki havoni o'zgarishiga qarab belgilaydigan ya ikkili taraf bu Navro'zni tabriklamaydigan musulmonlar bo'lgan ekan, vaqtini uqmaydigan bo'lib qolsa bo'lmaydi. Navro'zmi shu atashparastlarning, yahudiylarning bir tarafdan, ya'ni kurdlarning diniy bayram bo'lg'achqa, musulmonlar buni tabriklamaydigan bo'lg'achqa, musulmonlar vaqtini bilmaydi. İmam Abu Dawud rahmetullahi alayhi rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtida bular 2 kunda, yilda 2 kunda hayit qildi, o'ynatdi, tomosha qildi. Sonra bu nima ko'rgan desa, bu shunda bayram qilgan kunimizda innalloh qad abdalakum bihima khayran minhuma yawmal adha va yawmal fitr. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo sizlarga bundan yaxshiroq hayit oyatini belgilab berdi. Kurban ettiler, roza ettigen. Şuna Müslümanlar bunu tabriklamaganlikka vaqtini bilmaydi. Şuna o'xshagan mesela Ro'zistiva bayramida bir ay dedi. Lekin Ro'zistiva bayrami 1-oyning 1 bo'lamdi, 12-oyning 25 bo'lamdi masalan. Yoki xristianlarningki mazhablarga asosan vaqti har xil bo'lib ketamdi. Bu aniq bo'lmasa bo'lmaydi. Bu endi nima bu narsalar shu pulni topshiradigan vaqt aniq bo'lish lozim degan bir shart bor. Shu shart tepilmaganlikqa qarab fasid bo'lib ketadi deydi. Ya oyatimiz deydi: "Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh." Ajal musamma va manchinslarda aniq yozganlar. Ularga misal bir vaqt belgilash degan bir shart tepilmay qoldi. Natijada mushunda bayal g'arar yoki noma'lumlik bo'lsa, nima bo'lmoqchi? Bu 21-yillar pulni qo'limga oldim deb tug'an, u 30-yillar deb o'ylab nima qilgan? 21-yillar pulni bergan ekan, u pulni tutdi, ikkidan talash tortishga tushgan. Bu savmun nasara, xristianlarning ro'za tutishimi nayt egizpas. Abola 50 kun tutadigan bo'lag'liq ko'pincha hozir 40 kunda unda ilgari bir hafta tetib qo'yish mumkin. Lekin shu kunlarni da bekitishda muqim bo'lmasligi mumkin bo'ladi. Yoki muqim bo'lsa, musulmonlar buni aniq bilmaydi. Va fitrul yahud, yahudilarning ig'zichi, yahudilarning ro'za tutishi muqim kunlarda bo'lgan taqdirda ig'zichi muqim emas ekan. Yoki ro'za tutishimi bo'lgan muqim bo'lsa biz bilmaymiz. Biz so'zlashgan musulmonlarga nisbatan u vaqt noma'lum. Agar mush vaqtni ma'lum bo'lsa, muqim muayyan kun bo'lsa, al-bay' sahih.
Yahudilar odatda ma'lum bir oyninki 5-dan tortib kelar oyninki 20 qadar ro'za tutishlar bor ekan. Va buning ro'zaning turlari mo'jab, yawmul g'ufron, yawmul kaffara deydigan ashunda kunlarda ro'za tutgan bo'lg'achqa, bularning yil oy kunlari bizga noma'lum bo'lg'achqa biz bilmaymiz. İza jahila zalika. Yani ashu deyishga vaqtni ikki taraf bilmaydigan bo'lsa, soda fasid vaqt. Agar aniq bilgan bo'lsa, soda to'g'ri bo'ldi. Li'anna al-jahalata muhdiyatun ila al-munaza'a. Biz yuqori degandek, bu yerdagi noma'lumlik, ya'ni pulni topshirib berish vaqtini aniq demaslik, talash-tashishga olib boradigan ish. Wa in alima zaka jazaka al-ahilla. Agar uni vaqtini aniq bilsa, xuddi musulmonlarning oylariga o'xshash jaiz bo'ldi. Shavolning 1-kuni bir oy debdi. Ramazonning 25-i bir oy debdi, masalan, bo'ladi deydi. Garchi ham buni bekitishda bir kun uyan bo'ldigash bo'lsa-mu, lekin bu musulmonlarga aniq endi. Bir kun kechikishi mumkin yo burun bo'lishi mumkin degan narsa oldin ma'lum. Undan ekan bu aniq. Chetaq yo'q. Ana milodiy kalendar bo'yicha desa taxminan, shunama bu isbat sunmay muhim keldi asosan. ولو اشترى إلى فطر النصارى وقد دخلوا في الصوم. Endi xristianlarningki ro'za tutish vaqti aniq emas. Bulishda ketib o'tib, gachchida o'zi belgilab ro'za tutamdi, masalan. Ana tutsa, ro'za tutishni boshlagan vaqtida deysa bo'lmaydi. Chunki bu noma'lum. Hatto xristianlar o'zini bilmasligi mumkin. Ma'qul bo'lar, ro'za tutishni boshladi. 40 kun tutmoqchi, 40 kundan burun bir hafta bir tayyorlab tutib, undan keyin 40 kunga kirdi. Jami 50 kun atrofida ro'za tutdi desa, ro'zni boshlagan bo'lsa, 50 kundan keyin to'xtadi degan bir aniq bo'lg'achqa, bu chaqda to'xtatgan chaqda, ya'ni bu ig'zachni boshlagan chaqda topshirib beraman desa bo'ladi deydi. Jaza li annahu ma'lum. Kun sanasa bu aniq chiqadi. Wa qabla dukhulihim la yajuzu. Lekin ro'zani boshlashdan burun jaiz emas. Chunki ro'zani tutishni boshlashi noma'lum. Qachon boshlaydi bilib bo'lmaydi. Li'annahu majhul. Qala wal bay'u ila al-hasadi wal qitafi wad diyasi wa qudum al-hajj fasidun. Bu yerda tovarni sotdi, lekin pulini kechiktirdi. Pulini hosil olgan chaqda hasad degan masalan bug'doy o'm vaqti deymiz, masalan uning boshqa shunday ziroat hosillarni olgan vaqtida desa bo'lmaydi. Chunki masalan o'mi deb qolsak, o'm o'rashni 6-oyning 15dan boshlasa 7-oyning 1 qadar davomlashtirish mumkin. Misrda 5-oyda o'm o'rab bo'libdi o'tgan chiqsa. Masalan bir jutda desak, bu 1-2 kundan bunda tutulg'ash emas, 15 kun ichida ilgari keyin bo'lishi mumkin. Ba'zida aldirab qilsa bir hafta burun o'raydi, keyin kelib bir haftadan keyin o'raydi, shunday bo'lishi mumkin. Wal qitaf. Qitaf degan masalan uzum va shunga o'xshash mevalarni uzish vaqti. Uzum uzgan chaqda bir oy pulisni. O'm vaqtida bir oy desa bo'lmaydi. Va diyas. Diyas degan xaman tepish vaqti. Dasi degan, dasi degan, yanjidi degan gap. Ay xamani tashidan tepidigo. Va qudumul haj. Haji qaytib kelgan chaqda, burungi vaqtida hajimlar masalan ba'zi jutlar bizning jutdan chiqib 1 yilda qaytib keldi. 6 oy berib 6 oy qaytib keldi. Kashmir orqali qancha yilda shunda minib Pokiston, shu joyga Hindistonga chiqib, ondan keyin Sho'rdaryoga keyin o'tib, bunda kelish vaqti noma'lum. Hozir bu shunday. Hajlar katta ummatdan hajlikka turibdi desa, ba'zida bijetni burun kelishi mumkin, ba'zi keyin kelishi mumkin, ba'zi kechikib ketishi mumkin. Aniq emas. Fasidun. Pulni mo'shunda noma'lum chaqlar topshirib kirishni deyishib, sodiq esa fasid bo'ladi. Lil jahala. Noma'lumlik bo'lg'achqa. Yannaha tataqaddamu va tata'akhkhar. Chunki bu ilgari keyin bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni pul topganda birama, pul topganda biray desam, jumhur ulamoning qarshiligi bo'lmaydi. Qachon pul topdi? Yani 1 yildan keyin topamdi, 2 yildan keyinmi, 3 kundan keyin topamdi, 5 kundan keyin bu noma'lum. Asalliq ulamolar ba'zi hadislarga tayanib bo'ladi deydi. Qala wa in asqata al-ajala qablahu jaza.
fasid narsani hal qilmasak sebep deganning bir misoli. Aşı pul topshiradigan o'm vaqti kelgicha, aş vaqtni bekor qilib o'tib, pulni qachib bermasa, so'zi joiz bo'ldi. Jazal bay' xilafan zufar. Yani bizning uch imom nazarda joiz. İmam Zufar rahmetullah alayh ya bu so'da aslida fasid bo'lgan. Buni o'nshab bo'g'ilmaydi deydi. Va qad marra fi xiyar ash-shart. Xiyar ash-shart masalasida ikki tarafning o'rtasidagi xiloflar bayon qilinib bo'lgan. Ya'ni 31-betni olsanglar, bizning Seriq varaqli kitobning 31-bet. Aşı yuqoridagi 3-qurdan tortib, "Walaw sharat al-khiyara akthar min 3 ayyam aw lam yubayyin waqtan aw dhakara waqtan majhulan fa ajaza fi al-3 aw asqatahu aw saqata bi mawtihi aw bi mawt al-'abd aw a'taqahu al-mushtari aw ahdatha fihi ma yujibu luzum al-'aqd yanqalibu jaizan khilafan li Zufar." İmam Zufar deydi, "Li'annahu in 'aqada fasidan fala yanqalibu jaizan." Ve iki tarafının bayanları şu yerde toplandı. وروى الكرخي عن أصحابنا أن سائر البياعات الفاسدة تنقلب جائزة بحذف المفسد. İmam Kerhi bizden üç imamdan kıyga rivayette fasid sorunun hemmisi aşu fasid kılıvatken buzguncu amilini yoktu etsek doğru bulup gitti doğru da rivayet kılan. Ashabına dedi şuna ama ashabınadan kimler maksat? Yani bir mezhebden silah mı o? Ma ihtiyarda yan qatnaşqanlar eni buluvasan oldu. Ashabınadan üç imam maksat. Ashabına bizim bütün imamlarımız yenge bilmez. Ashabına thalatha. İmam Abu Hanife ve sahibeyn. Şudan maksat bu. Şu Zufar bunun sırtılar. قال ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبد الغير جاز في عبده بحصته. Özünün kulu ile başkalarının kulunu ya ki bir mudabbar kulunu cemlep satsa özünün kulu dairesinde soğudu doğru. Yani soğudun 20-50% doğru. Yani mudabbar diyen mi bir taraftan mal dursun ama bir taraftan mal. Bir taraftan hürlükке kadam baskan. Lekin hür emas. Agar hür bo'lib qolsa-chi, men so'da tegdim, fasid bo'ldi. Shunama o'tgangi misolda. Ha. Wal mukatabu va ummul waladi kal mudabbar. Mukatab mo ummul walad mo mudabbarga o'xshash. Ya'ni bu so'diga aralashib qolsa, so'dini fasid qilolmaydi. Li'annaha amwal. Chunki mushtarlik pullar hammasi mol-mulk hisobi. Bir tarafdan mol-mulklik tarafi bor. Tekrar tuluk hür bulup bulanmagan. Ala tara annal gayra law ajaza al-bay' fi 'abdihi jaza. Qaramam sen dedi. Başqalarının kulunu, mesela ben kul setib o'tgan bo'lsam, o'zimning kulunu birini xo'shnam namoz o'qilaya bir o'yga ketgan bo'lsa, buning kulunu ikki qo'lini bir aqlam ikkisini mingga o'ylab so'rlashgan bo'lsam, u xo'shnam do'kon tikilib, ha bo'pti, rahmat setib qo'yiblar desa, hesaplayacağız da soda. وكذا لو قضى القاضي بجواز البيع في المدبر وأم الولد. Şundakla qazi xunum mudabbar ve ummul walad ve mukatab aşularının sodasını hesapmış o. Satsan kişi ige deb hüküm kılıverse hüküm hesaplap gidiyor. Hem mudabbarni setish meselesinde alimlarning qarshi o'xshamas. İmam Buxoriy Sahihda Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'dan rivayette enne raculan a'taqa gulaman lahu an duburin fahtaja فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. Yani bir kişininki mudabbar qilgan qulini u kishi muhtoj bo'lib qolgan chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sotib o'tgan. Musha hadisga asosan İmam Şafii, İmam Ahmad, İshaq qatorli olimlar mudabbarni setibas joiz deb qaragan. Sahabe kiramlarning Hazreti Ayşe shunda qaragan. Tabi'inlardan Hasan, Qavus qatorli tabi'inlar shunda qaragan. Amma İmam Malik, İmam Abu Hanife, Avza'i bu ulamalar joiz emas deb qaragan. Bu yana Fuqaha ibn Abi Layla, Layth ibn Sa'dning qarashi. Hadis bor, lekin joiz emas deb qaradi.
Bu sahabe kiramlardan İbn Ömer, Zeyd ibn Sabit'in karışı, tabi'inlerden İbn Sirin, İbn Musayyib, Zuhri, Şabi ve Nekhai'lerin karışı. Yani köprek alimler, salafların köpreki caiz gen karışını tuttu. Dika yuqorqi hadis tusa, bunun önündeyse desa, bu kinki Maliki ve Hanefi alimler, bu hadisde biz bunda tahlil kılmayız. Bunun hocayını qazga bağlab qo'ygan, şuna qazni ado qilish uchun Rasululloh setish buyurgan. Ikkinchisi bu qulni hur deb mudabbar qilib o'tgan kishi sal aqli o'sha joyida emasda, yana bir qarash bu qattiq qiyinlik, sadiyatdan qattiq qiyinlik qolgan, şuna Rasululloh tadbirini bekor qilib o'tgan. Yana ba'zi vaqtda şu Cabir'den kelgan bir rivayette bu kishi ba'a xidmatal mudabbar. Aş mudabbar qulning mudabbarni o'zi satmadi, ishlab berishini satdi degan bir rivayat kelgan. Undan keyin u kishi mudabbar qildi, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam setyapti degan mudabbarni o'zi emas, ishlash haqqini satdi. Masalan, manchilar ishlab berdi, manch pulga deb ishlab berishini deyishib berdiganga demoqchi. Shunda tahlillar orqali bu hadisning zahirini anlamadı. Bunun karşılığında hani bir mazhab Daraqutni İbn Ömer radhiyallohu anhu'dan marfu ve mavquf rivayet qilgan hadisda el-mudabbaru la yuba'u ve la yuhab ve huwa hurrun min ath-thuluth degan aş hadisni dalil qildi. Bu marfu holatda sahih bo'lmasa, lekin mavquf holatda sahih bo'lishi mumkin. Yana Maliki mazhab ulemalari, mesela İmam Malik'nin vazifedeki ulemalari İmam Baci, Hazreti Ömer mudabbarani satqanlarning sodisini bekor qilib o'tgan deb dalil qilgan. Undan keyin bu mudabbarani setishda ulemoning qarasi ish qilib qoldimi? Ham qozilimi, ba'zisi Shafi'i mazhabidagi qozi, ba'zisi Hanbali mazhabidagi qozi, ba'zi Hanafi mazhabidagi qozi bo'lgan ekan, bir qozi bunun Şafi mazhabda turib, aş hadisini dalil qilib turib, satqining kuchga ega shu mudabbarni desa, sadaq bo'ldi. Ummul olatmi shunda. To'rt mazhab va sahabat tabi'dan mutlaq jumhurlar ummul olatning sasi bo'lmaydi deb qo'ydi. Sahabadan Abu Bakr, Ali radhiyallohu anhu va Zahiriylar sasi bo'ldi deb qo'ydi. Ularga şu Hazreti Abu Bakr'ın qarashini, yani zahiri qarashini tutilgan qozilardan birisi kuchga desa mayli bo'ldi, ya talashtash qozining hukmini bekor qilgan ahvol yo'q. Mayli deymiz. Lekin yana bir mazhabchi bu mudabbarning va ummul olatninki sodisi tutmaydi. Chunki bular hurriyatga qadam qo'yganlar buni sotmaysa, bu cho'qim hur bo'lishi lozim. Va kada law radiyal mukatabu. Shundaqlar mukatab aşında ketip setvetken takdirde mayli ben razı oldum, setilsem mayli, pulluk kaysam mayli deb razı olsa, mal egisi davaga boşu olsa qazi mutahamdir. Ya bu bombaytı deb bunun canlı şüphine bulab da mesela deyilgan. Şuna soda hesaplab kirdi. Fasara kema idza ba'a 'abdayni fahalaka ahaduhuma qabla al-qabd fa innahu yajuzu fil baqi bi hissatihi. Şuna bu neticenin buldu. Yani özünün kulda sodisi hesap. Lekin ayen bir kulda abdul gayr ya ki mudabbar mukatab umulatda hesap emassak bu soda nim buldu desa xuddi mesela ikki qulni sodlashdi. Lekin topshirib berishdan burun birisi o'lab qoldi o'qilni. O'lab qolgandan keyin birisi de sod bo'lardi. Mushimo shunga o'xshashda mush ahvol qiyos qildi. Va kada hada ham kama degan so'z mush qiyos. Mishal bo'lmaydi-da. Ammo Hanafi mazhabning qarashini tutmaydigan, Hanbali yoki Shafi'i mazhabini tutgan qozoqning bir so'z qilsa, bunu aldığı dava qilib beribdi. Basa mustod kuchga hadisda bor mana. Rasululloh setayotgan deb hukm qilsa, endi u qozilarni tutish bo'tami. Qozi degan shu g'alabani tugatadigan odam. Vijdonni tugatib, ishni bestirib, jo'shtiradigan bo'lgan ekan, shu hisob deymiz.
Hazım şerki nizanı keskin bir taraf kıldıgan adam. Yani parçalanmaydı. Lekin miyada ayet parçalanmaydı da ayetdeki misal birisi katta satılmaydigan narsa, mal emas narsa. Mesela abd ve hur. Abd ve hur yoki onun boshqa misol bor. Hur laysa mal, al-mayta ve dam. Aşın misallarıma bular mal emas. Mal olmagan ekan bunu parçalanmaydı. Lekin miyada bular bir tarafdan mal degili bo'ldi. Şuna eğer qazo qonunining hukmi bilan mallık tarafı eğer olsa demek ki. Mesela iki kolunu soğudlaştı. İki ise sası bulduğun kol. Lekin kolu tapşırıp appozu bir salakılıp gidip kalsa adır soğudu birisinin boğan buldu dedi. Ondan sonra şu yukarıdaki misalda mı cema beyne abdin ve mudabberin beyne abdihi ve abdil gayr diyendi mi şu üzden kedilen soğudu bitken buldu dedi. Bir kulda tutmaydı o. Ya soğurar iken. Çıkısını ayvanı değişken olsa aslında olar. Eğer çıkısını mamaşlık bile bir değişken olsa kanda baha bitmeyen bozma. Baha bitmeyen bozsa yukarıda Ebu Hanife'nin nazarda ötekiden dürüst olmaydı dedi. Hadi mağala mesela ben abdüm ve mudabbar Abdülgayrı desen o da mesela okşa kol dese ikisinden manç koldan min koydun işki min koy diyen bolsun ya ki işki min koy diyen bolsun eğer ne kılsa okşa kalsa min koydulan tasım kullanıyor. Perselleştiripla. Lekin baha farkı okşatmaydigan bular. Baha to'xtatmagan bo'lsa jaiz bo'lmaydi. Bu o'tganki bir nimada chiqdi bu. So'zni parchalamaymiz deb. İmam Ebu Hanife bilan shogirdininki ko'z qarashi o'xshash chiqmadi buning. Shunami? Hozir hamda bayna abdihi va abdul g'ayr desak, boshqalar ma'qul kasa so'diga yana bir qulning egisi tamom hisob qo'yib ketdi, sadaq yo'q. Yani ma beyni abdin ve mudabbar desek mudabbarın seçki olmaydı. Lekin bu bir taraftan mallık tarafı var. Lakin bu soda siz bulduğandak birisi birini takışıp tedbir demişke takışıp kalgandak bir ahval bolgandıkken satqılı bulduğan kulda caiz bular dedi. Ha mudabbarın sodasına hesap deyip qaz qazaqının o hesap şekilde hesap. Kın gayrılık edilir. O buranqa tedbir ve umulalatlı sıfatla yok edilir. Kara kılık aytıdır. Qala ve yukrahul bey'u inde edanil cum'a. Cuma'ga azan to'lgan chaqda, o'sha Hanafi mazhabda birinchi azan hozirgi. Eng dastlab aytilgan shu azan bilan so'z sotib harom bo'lib ketadi. Yukrah, ya'ni o'sha karaha tahrimiya. Makruh degan so'z Hanafi mazhabda haromlikni bildirdi. Al-makruhu 'inda Muhammadin harom va 'indahuma huwa ila al-harom aqrab. Lekin oyat hadisda harom deb aniq demagan bo'lg'achqa bular ehtiyot qilib harom degan so'zni ishlatmay yukrah deydi. Makruh. Yani şu Hanafi mazhabda makruh deb mutlaq kelib qolsa, asos 95% ahvolda karaha tahrimiyani ko'rsatadi. Yani harom demakchi. Buna nassan miyadiki kiraha tenzihiye deb qo'ydi. Lekin unda demizchi kiraha tahrimiya. Yani bu makruhluk İmam Muhammed şu haram degan shu dedi. Haram shu. O'xshash. Shayxonning qarashida haramga yaqinroq. Haramdan bir daraja to'g'ri turgan, lekin gunoh bo'ldi. Biz o'tganda juma vaqtida azan to'lgan chaqda so'dimiz haram dedik. Lekin kirim ve soda to'g'ri, kirim halol dedik. Ama lekin fasil sodalar qarshi kirim xabis, tayyib emas. Gunohga olishga o'xshash. Yani onun farqi bel fasidda mush sodiganda sal qo'shimcha bir ketilgan bir narsa chataq. Lekin ma'lum sodining sirtidagi bir chataq bo'ldi. Mesela shuni
azan chiqishdan 10 minut burun qilgan bo'lsa, chataq yo'qda suda. Hozir Allohu akbar degan chaqda suda tutish qilsa, makruh bo'lib ketdi. Liqawli ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah wa dharul bay'. Mishara sa'i qilish vojib. So'z setiqni qo'yish vojib. Mushu buyruqqa xilof qilgan bo'lg'achqa makruh bo'lib ketdi. Jumaga azan chiqqan chaqda erlarga juma farz bo'lgan ekan zikrillahga sa'i qilib ketdi. Lekin dugan qarab turgan ayollarga bu narsa qo'z bilan bor. Buludu deydi ulama. Cuma farz bo'lmaganlar so'zlasi bo'ldi. Cumhur ulamalarning qarashida ikkinchi azandan tortib boshlanadi oram. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vaqtidagi o'sha azan bilan imom sufida o'tgan chaqda o'qidigan azan bilan boshlanadi. Ya'ni bu mazhabda birinchi azan. İda nudiya lis-salat dedimi? Ma'lum nida lis-salama tamam. Bu oyat tushganda nida uchun birlamazdan qo'ygan bo'ladi. Birlamazdan qo'ygan. Lekin shu keyingi qo'ygan azannimi Rashid xalifalar qo'ygan va shu chaqdagi musulmonlar ijmo qilgan. Ondan mushu nimada iborat? Nida ila zikrillah. Undan keyin mushuni boshlandi deyani bilmaz. Agar undan o'qimasa, sen bu birinchi azanni to'lama. Bu ala xilaf shar'i bo'lgan bo'lsa, madamiki mushuni e'tirof qilib to'ldingmi, mushundan soda qilish harom bo'lib ketadi. Qala va kaza bay'ul hadir lil badi. Va kaza degan, ya'ni makruh bo'ldi, o'xshashlarmi? Bu so'dining hukmi makruh tahriman. Ya, va yukrah deganga atf qildi hozir. Va kaza nimaga ma'tuf? Va yukrah. Va la yujuzgan o batil bo'lib ketadi, fasid bo'lib ketadigan o'zi chiqadi. Va la yujuzgan. Miyadamda al-bay' sahih wal fi'l haram wal ribh yaki wal mabi' wal thaman halal. وكذا بيع الحاضر للبادي مش سودمو مكروه ولا كذا. بيع الحاضر للبادي degan nimadan iborat? Yerlik kishi shu shaharda, shu bozorda yashaydigan kishi sirtdan kelgan kishining, yani badiga asli badaviylarda, badavilarninki shu ko'chman xalqlarning demakchi. Lekin ulamolar buni ko'chman xalq bo'lsin, boshqa shahardan kelgan bo'lsin, yeziliq bo'lsin, muhim turadigan sahralık olsun, o'xshashib qaraydiganlik yo'q. Al-hadir shu jutda muqim turayotgan kishi, badi sirtdan kelgan kishi. Badaviy kishilarni ko'rsatdi, lekin ulamolar sirtdan kelgan hammalarni mushqataga ketitimiz deb qaraydi. Sirtdan bir kishi keldi, malni ko'tarib, bu millakasa shu chal gachida sassa azaraq setib ketdi. Ha? Lekin bu shaharlik tunishi ya tuqqini jo'n ya hozir bilgan saslar bilgan bazakini bo'lgan ekan azan 2-3 kun to'xtasizlar bundan bahada setib qo'yalikda men setib qo'yay deb manda setib qo'yishi to'g'ri emas deydi. Ya'ni ba'zi ulamolar buni munda izohlaydi. Ya'ni bu shu shahardagi kishi sirtdan kelgan kishiga bediklik qilmasin, dallollik qilmasin, so'z setiqchilardan. Unga satmaymiz, unga satamiz, ma'lum qilsa bunda nima qilib yurmisan deb. Agar men sirtdan kelgan ahvolni bilmayman, mushuni qanday satsam bo'ladi deb maslahat so'rab qolsa, u chaqda samimiy maslahat berish vojib. Ha? Ad-dinun nasiha va idza istansaha ahadukum falyansah. Lekin undan o'qimagan taqdirda onunla bedeklik qilib jusi bo'lmaydi degan. Mushu haqda Sayyid kelgan. La yabi hadirun libadin. Bu muttafaqun alayhi hadis. Ya o da bir şadiki, bir neçe bazarının ahli. Lekin endi bular qanaqa qiladi? Yakshanba kuni dehqonlar mevich va mol chorvani ekirayotgan bo'lsa bozorga,
G'achchida Yangibazadan nari chiqdi. Taxt ko'rak. Shampachaga chiqib, oldin to'satlam, agarsi men setib birma bugun sotmaslar o'lish mumkin. Yoki bozor akirib bo'lgandan keyin bugun sotmaslarmi, hayotda oldirmay setib birman deyish mumkin. Yoki uni yetilab akilib, yuqori bahoda setishga yordam qilish mumkin. Mushi shaklangan ish. Mush hadislar rivoyat qilgan sahobalar la yakunu lahu simsara deb izohlagan. Bu bel hadir al-badiy ningga gelsa, uni bidiklik qilmasin, dallallik qilmasin degan gap. Mesela maşinaya olduğunda kadar yaparsan kısım dedikleri Sirtdan kelgan odam shu shahardagi odam bo'lsa, ajinda qiz bo'ldi. Lekin sirtdan kelganligiga bediklik qilsa bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi? Balki unda sirtdan kelganlik foydali ish qilganda. Yani ziyon tortib ketsin. Şu işlemde ayrıca badi diyenlerce tanıdık adamına hazır diyenlik aşağıdan bildikleri aşağı tekerlenen de malını ezan avlıp hazırlar badi dedin. Şununla ağız badi ziyan tortib ketdi diyenlik çıkarttı. Şununla aşağıdan hazırlar badilerden almışsın diyen boyunda. Ya o bir tane. Yani aşağı izin kelganlar, sirtdan kelganlar shaharliklar oy men setib birma u deb odamni geri odamni qo'yitdi. Avval ziyon tortib ketdi. Lekin o'zi bozor sirib bo'layotgan bahoda amri ahon ko'rib o'zi sotsa ziyon tortmaydi degan. Bu bir tahlil. Ikkinchisi bozor ahli ziyon tortib ketib qoldi deganda. Shu dehqon yoki sirtdan mol akagan kishi o'zi normal tabiiy ahvolda bozor chirib shu kuni deyishgan baho setib ketsa, azroq setishi mumkin. Azroq setayotgandan keyin bu bahoning o'rlab ketmasligining oldini oldi. Shu bozordagi va shu shahdagi nurg'un xalqlarningki manfaati uchun yaxshi. Bu kollektivning manfaati uchun biror shaxsning manfaatini qurbon qilish doirasiga kiradi deb bunda tahlil. Undan keyin bu yerda mush cheklash hozir ikki xil tahlil qilingan. Birisi bu asrdan malakagan kishiga ziyonlik, yana birisi shahar aholisi va bozor ahli tijoratchilarga ziyonlik. Ham kishilarni birozdan aralashishdak, bozor normal qo'yib qo'ymay, uni oqsoqollik qilishdak bir ahvol bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda da'un nasa yarzuqullohu ba'dahum min ba'd. Kishilar bir-biridan rizq topib, non topib yeyishga qo'yib qo'yinglar. Unda aralashib nöqturasanlar bo'lmaydi, siqitslar degan. Ham bozor erkinligi shunda bo'lsa undan vujud chiqadi. Ana Hanafi mazhabda va Shafi'i mazhabda mushu savdo harom, ya'ni makruh tahriman dediq-ku. Va kada, ya'ni makruh tahriman bayl hadir lil bad. Lekin savdo to'g'ri, al-bay' sahih. Lekin bunda savdoni qilish makruhun tahriman. Nima uchun shunda hadis kelgan bo'lg'achqa. Ham mishada bir izohladim shu. Bayl hadir yani lil badi degan nima degan bo'ldi bo'lsa, va an yajlibal badi as-silata. Yezidan yoki shunda sahrodan, cho'ldan bir kishi bir tovarni olib keldi. فيأخذها الحاضر ليبيعها له بعد وقت بأغلى من السعر الموجود وقت الجلب. أكاga vaqtga bahodan yuqoriroq bahoda setib qo'yman bundan keyin deb shahardagi kishi buni qo'liga topshirib olib qo'ydi. Keyin undan qimmatroq bahoda setib bermoqchi bu. Va kitobda shunda izohladi. Sahih Buxoriyda kelgan hadisda sahabe kiramlar la yakunu lahu simsara deb sharhlagan. Unga bidiklik qilmasin, dallallik qilmasin. Wa kirahatuhu lima fihi min ad-darar bi ahli al-balad. Ma kitobda buni nima zina deganga bunda tahlil qildi. Mushu shahardagi aholi, bozordagi tijoratchilar so'zat qildiganligi ziyonlar. Chunki bu bahona sal o'ltirishdan iborat. O dehqonlar kelib, misol azroq sotib ketdi, yoki azroq sotib ketdi, baho tushdi, kishilar azam baho savdo qila oladi. Yana bir tahlil akamiz deganda ilib kelgan kishi uchun ziyonlar. Bu ziyon tortib qoldi. Hatta law lam yadurra
لا بأس به لما فيه من نفع البادي من غير تضرر غيره. Yani Hanefi mazhabının tahlili eğer ikki tarafdan bir ziyon tortmaydigan bo'lib qolsa yoki shu bozorlik kishilar, tijoratchilar va aholiga ziyon kelmaydigan bo'lsa, mush ishda bu bir kimga ziyon kelmaydigan shu ekan joiz bo'ldi dedi. Yani buni ajinda tahlil qildi. Ziyon uchirsa harom bo'ldi, ziyon uchirmasa halol. Lekin buni shariat ko'zlagan uningdan boshqa shunda tarafdan bo'lishi mumkin. Mesela bir tahlilda satqıçının ziyon tortib ketmasligini ko'zladi deyilsa, hozirga tushmaydi. Undan keyin ziyon tortsin, tortmasin la yakunu lahu simsara deganki unda oqsoqollik qilma, aralashma, bediklik qilma. O'zi achirib, o'zi erkin satsin degan. Bu endi mush bozor erkinligi degan mush prinsipga zid qilgan narsa. Ammo bosh kishi maslahat so'zchi mesela qo'ydan 50 ni haydab kirdi tag'dan. Ondan bu qo'y bidiklardan birisi, qo'y tijoratchidan birisi kelib to'nishiga. Men qo'y kelgandim, qandaroq satsam bo'lar, bozor qandaroq bo'ladi deb so'rasa, samimiy maslahat berishi vojib. Ko'ynab maslahat berish lozim. Ashadaning foydasi uchun. Yani so'masa, ashunda qo'yib beramiz. Ba'zi azan satib qoladi. Bazı normal satıda, lekin bozor shundan tanishilgan. Peki zarar yapmasın yok, yani hadisler hazır bazı satmışlar, mikro satmışlar. İlla diğerlik cihazda şundan oldu ya. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu shuni darar bo'lganlik uchun harom bo'lgan savdo deb tahlil qilgan. Undan keyin darar bo'lmasa halol bo'ldi degan. Lekin endi الضرر بأهل السوق ده تهل قلده لكن الضرر للبادي ديان تربون بعد سك وشادم ده أولم غيادن زيادة ترب بولشين شو هو أديستما وندا برشكل ميان ديكان مين دا قلستموزه زيان بولسون بومسون يا باشترتن زيان بولسون haram neyiş deyimiz Şafi mazhab mı haram da qaraydı so'da sahih lekin qira ishi haram istaqam bo'ldi dedi. Qala wa kaza as-sawm ala sawm akhihi qarindishi yani bu yerda musulmon qarindoshini ko'z tutdi deydi olimlar. Ba'zi olimlar ya bu odatga bunda bir istasizlik qilish tariqasida degan gap kafir olsun birisi savdo qilayotgan bo'lsa onun savdosini biz bo'lmaydi deydi. Lekin o'sha odam da musulmon qarindishi deydi. Musulmon qarindishi bir narsani savdo qilib, baho talashib o'tib, olay deb turgan bo'lsa, buning bosqichlari necha daraja bo'lishi mumkin? Dastlab qilib ma'nash bo'ldi deb shuna turishiga biz kelib uni olaman deb turadigan ahvol bo'lishi mumkin. Baho talashib, bizga muqimdilar degancha bo'lishi mumkin. Manchpulga tutishib pul sanaydigan vaqt bo'lishi mumkin. Bunda ahvollarda kelib uning savdosini buzib, xaridorga masalan bunda ajr bermayman, makasli desa, yoki do'konchiga men qimmatroq olay sizdan desa, harom bo'ldi. Va kadar yana makruhu tahriman as-sawm ala sawm akhi. Qala sallallohu alayhi vasallam لا يستام الرجل على سوم أخيه بعض الروايات لا يبيع بعضكم على بيع أخيه deb kelgan. Bu sodiq bo'lgan chaqda buzatmasin degan bo'lamdi yoki ikkisi bir ma'nodimi? O'zmonlar xil tahlil qildi. Ikkisi bir gap deyishi mumkin. Endi shu sawm ala sawm akhi nima deb iborat desa, kitobda bunday izohlagan. Va huwa an yardal mutaaqidan bil bay'i iktarab baho talishib qilib yo olaman sataman deyish rozi bo'lishdi va istaqirra thamanu baynahuma ikkilan ma'lum bir bahoga tutishdi 100 ga biray ma'qul desa ma'qul alay deb turishiga valam yabqa illa al-aqd pulni sanab oldim mana satdim deyishdi tutmay turgan vaqtida fayazidu alayhi kishi kelib bilan men 110 koy biray ma'baslar deb ilib oldi. Yoki xaridorga men 90 koy qisilgan o'qishini berma deb xaridorni ayog'iga tortgan. Amma law zada alayhi qabla at-taradi yajuz. Lekin rozilashib bira baho rozisi muqimlashdan burun
ortiq bağda setib olsa, ya azam bağda setib olsa, joiz bo'ldi dedi. Ko'pincha ulamolar bu hadisning aslida tahlil qilgan. İki taraf bir bahaga muqimdilishdan, rozi bo'lishdan burun kilib aralashmagan, yuqroq bağda olama, azarroq mansabni markaz desa, bo'ludi deb qaragan. Lekin hadisning lafzida bunda bir nima yo'q. As-sawmu ala sawmi akhi. Sawm degan musavama. Baha talishayotganligini ko'rsatgan narsa. Yani bu muqimdil değil, degan gap yo'q. Şu muqimdilishdan burun taqamanchiqul biranlar, kam bo'la, manchiqul qatay dijiyotgan chaqda kiliblam sodin buzatsa harom bo'ldi degan. Hem yada muqimdilishdan burun anda kiliblam sodin buzatsa mayli dedi. Ko'pchilik fuqaholar shunda tahlil qilgan bo'ldi. Lekin hadisning lafzida unda emas. Yani muqimdilishdan burunda bosqichdimi bir kiliblam buzatsa bo'lmaydi. Buningdan endi illat nima? Adovat, ko'ngil og'riq paydo qilgach. Endi kelib mashg'ul biramlar olay deb turishim bir kiliblam men mashg'ul qilma deb nuqisa shu mushlar sollangan. Hem bu urf odatdimi, yani bizning jamiyatdimi bir kishilar ig'raldigan narsa. Mesela bir qo'yni tutib so'zlashyapmiz. So'zlasak birisini ağız vabını, astarlıkın ma'lumot deb tartib ketsa, tillaydigan gap, boshqa ish yo'q. Ma'lumotki ma'lumotlar shu o'rinlarda mayli so'zini, kim ashti so'zini joiz emas. Ya, ma keyingi yanimda kim ashti so'zi bo'lsa, u mayli demakchi. Lekin ashu savm alayhi qachondan tartib andin harom bo'ldi deganga bular bir bahaga to'xtalgandan keyin andin o'ttirg'i chiysa harom bo'ldi deb tahlil qildi. Hanifi mazhabni shunda tahlil qildi. Boshqa mazhab ulamolarmi ko'pchiligi bunda tahlil qilgan. Lekin zohiriyda masalan bunda olimlar ya bu hadisda unda bir to'xtalib qolgandan keyin bu degan savm degan ekan shu baho talishayotgan qaysi bosqichda bo'lsa arg'i chiysa harom degan. Va shu to'g'ri bo'lishi kerak. Hadisning lafzi shu. Ham o'shanda shu illat bor. Ko'ngil og'riq chiqishi shu joydan tartib boshlandi. Müşteriye naşo desem dişi kaydında yeni kanun kışı girişimi onun fırtını bırakarlar mı? Yok yenip basa o'zining ishi. Lekin ma'noda yanslar markazida da tatsa ma'ramış. Sizlar kelib masalan birisini so'zlashadilar. iPhone 5ni 5000 ga so'zlashayotgan bo'lsalar, "A kelib bilan sizning yerlarimda tatib, men 9800 ga bir markazlar deb ketish harom." Yoki do'konchiga men 5100 ga bir ma'baslar desa, u harom. Lekin o xaridor o'zi madganni ko'rib, yarimay ya baho muhokama boshqa do'konlar bo'lsa o'zining ishi erkinlik. Xaridorning onalar namashi yo'q. Xaridorning bilmashi adab jihatdan yaxshi emas, ammo uning erkinligi bo'lishi kerak. Lekin unda mansub shunday xijillar ma'lum bo'ladi. Yani Qashqarda bo'lsa, siz ketdim bir nonlaydi. Elmiyada bay'al mazhab bo'lib qolsa chataq yo'q demakchi. Ha? Bay'al mazhab kim ashti so'disi qolsa, uningda masalan bir zaman men ko'radi, sen bizni mubrik joy qildim. Men besh joy deb birdan oshirib so'd qilgan gap. U bir-biri bilan urushib qoldigan ish emas. Wa huwa al-mu'tad bayna an-nas fi jami' al-bilad wal-a'sar. Al-mu'tad degan kim ashti so'disi mu'tad. وقد صح bunu delilini kepto. Annabi sallallahu aleyhi ve sellem ba'a hilsan fi bay'i man yazid. Kim aş so'disda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir bisatni satqa. Bu iganing ostiga ularning satqadan bir bisat desak, shuni va yana bir qadahni satqan deb hadis kelgan. Bu hasan darajalik hadis bo'lsa, kim aş so'disi joiz degan ulamolar mushalisni dalil qilgan. Qala va kadan najshu yoki najash desak bo'ldi. Jimni zvar o'qsaqmi, sakin o'qsaqmi o'xshash. An-najashu yoki an-najshu. Najash degan boshqalarni settirish istikini qo'zg'atilg'ash. Saxt xarida va xotin tarafdan madaxila deydi. Yolg'on xarida olmaydigan, elishmaqsi yo'q. Lekin kelib birisi so'rashayotgan bo'lsa, iPhone 5ni 5000 ko'y 5100 ko'yardim, 2000 ko'y. Voy, bozor topolmagan mishad borken 5500 ko'y basam Alloh desa. Endi oxirida haqiqiy xarida qilib, bu bozorda shunda kam mal o'xshaydi bu. Shunda oldiga o'xshaydi 5500 ko'yga u desaydi.
5,000 başlıklarga çıkırıp koyup, yapıp tikizlangan. O aşağı dükkançınınki şirk oluşu mümkün, ya ki yakın oluşu mümkün. Aşında bir naçar işten ibaret. Bu şuma haram iş. Sahih Bukhari'de hadiste وَلَا تَنَاجَشُوا diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وَتَلَقِّ الْجَلَبِ وَتَلَقِّ الْجَلَبِ diyen aşı beyl hadir badiye bir tarafta yakın kep kaldı. تَلَقِّ الْجَلَبِ ay malını kiliştin burun bazağa şu şehir kiliştin burun aldığı çıkıştın ibaret. Mesela yan bazağa çıkıştın burun 5 kirenke yürüp çıkılan gel. Sidiqa. Ya ki Hudan'dan uklaşına 80 bazağa kadar aldığı maşinalarla çıkılan gel. Ya yürüm kaşka, şundan. Hem Neceş ne? Ma kitapta şunu izahladı. En yezide fis-sil'ati ve la yuridu şira'aha li yuraqqiba gayrahu fiha. Başkalarını kızıktırış için bahane kötürep başta ibaret. Lakin özü setiriliş niyeti yok. Ve talaqqil celab deginimiz en yetalaqqahum ve hum gayru alimine bis-sa'd. Ula bazanınki ehvaldan haberi yok. O çaldı yanfon, o tor, bomba açka. Kişiler haberi yok çırptı. İşek neyde çırptı. Bahane bilmeydi o. Bilmeyeni aldığı çıkılan oy hazır bu bekkasat iş gitti. Bazan ahval bu işte plan mı? Yezdiki geri bağladığını epşep lan erzen set olan gibi. Ev yülebbis aleyhim s-sa'ra liyeşteriyehu. Ya baha hazır manda tuen dep gollap setilişe ve yebi'ahu fil Mısır. Aldırışıp setilip şa geçirip setişti ibaret. فَاِنْ لَمْ يُلَبِّسْ عَلَيْهِمْ eğer onu baha gollu etmese اَوْ كَانَ دَرْكَ لَا يَدُرُّ بِأَهْلِ الْمِصْرِ لَا بَأْسَ بِهِ ya ki şehir halkı ziyan etmediğin bolsa meyli deydin. Yani Hanefi mezhep bu şu talaqqil celabninki nahi kılınışını yani bu şu sorunu şu haram kılıngan diyenini tahlil kılıp bu akagan diyhangamı ziyallık ve bazadaki ticaretçiliğe ve xiridarlık ziyallık da paragançka eğer muşi mesele hal bulup gitgan bolsa muşu illet tebilmesa haram bulmaydı. O xiridarlık olmasın telefon arkalık hazır bazarga hanı uqturup kilatkan bolsa bu aldığı çıkıp setvası meyli deydi. Bu tarafı. İkinci bazardaki kişilerge ziyan olmadan bolsa meyli deydi. وَقَدْ نَهَا sallallahu aleyhi ve sellem an talaqqil celab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, Bukhari'deki hadiste muttefakun aleyhi hadis. Şu anda mal elip kilovatkallarının aldığı çıkıp mal setirilişine toskan. La talaqqav ar-rukban deb kelgan bazı hadiste. وَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem la tanajeshu. Özara bunda sahtı xirida bulap bir-birinizga ziyan olmanglar deb gözetken. قال ويجوز البيع في هذه المسائل كلها. Muşu meselelerde juqurqa ve yukrahul bey' degan bundan tartib muşu meselelerde muş so'dlar kuchga el bey' sahih walakin ashu qilgan ishi haram ish gunohga oldigan ish demak. Bundaga shu mabi' va saman halal. Lekin sen gunohga oldigan bir ishni qilding deymiz. لأن النهي ليس لمعنى في العقد وشرائطه. Çünkü bu yerda kelgan cheklama to'sish ashu to'xtamdagi va to'xtamning shartlaridagi, to'xtamning ishidagi bir mazmunni qarta kelmadi. Bal limanan xarijin. Balki bu sirtqi bir sabablar tufaylidan kelgan. Fayajuz. Shuna bu sahih kuchga ega bo'ldi demak. Yajuzgina kuchga ega bo'ldi. Eğer qiysan bo'ldi degan emas, qiysan gunohga olsa, lekin so'dan qilib olgan bo'lsang, so'dan so'di bo'ldi. Yani javoz misal kuchga ega so'di esa degan ma'noda. Bulardagi bu barliq masalalarda shu javobdan Yap, ve yukrahu al-bay'u 'inda adhan al-juma degandan tart. Lekin juqurqa silgan masalada bayan nahl masala. Masalada al-bay'u g'ayri sahih. Yani g'ayri sahihdan qash turindaysiz, Hanefi mazhabdagilar desa, g'ayri sahihdan ish turyapti, batilda fasidda mana fasid deymiz. Mana batil deymiz deb u boshqa. Lekin ma'vo fi hadil masail kulliya degan va yukrahudan boshlab tilg'an masala.
müşahit olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.